Navro'z ayyomida iftorlik dasturxoningizga ko'rk beruvchi va oson tayyor bo'luvchi olmali tart. Buning uchun 1 stakan unga 200 gramm toza sariyog' ishlatamiz. Bu xamirimizni yoqimli ta'mga ega bo'lishi uchun juda muhim. 1 dona tuxum sarig'iga ozgina suv aralashtirib, xamirga qo'shamiz va xamir qoramiz. Xamirimiz o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak. Uni 10-15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Tayyor xamirni avval duxovkada pishirib olishimiz kerak. Buning uchun duxovka tovasiga yoyib, vilka bilan teshib chiqamiz. Bu ortiqcha ishib ketmasligi uchun muhim. Bu orada chiroyli nachinkamizni tayyorlaymiz. Avval limonli suv tayyorlab, keyin 3 xil rangli olmani olib, yupqa qilib kesib chiqdim. Rangi qorayib ketmasligi uchun limonli suvga soldim. Keyin esa pishgan xamir ustiga chiroyli qilib terib chiqdim. Ustidan birozgina shakar sepdim. Ozgina koretsani sariyog' bilan aralashtirib ustidan surtib chiqdim. Olmali tartini duxovkada 10-15 daqiqa 200 gradusda pishirib olamiz. Shakarli pudra sepib, o'zimiz yoqtirgan muzqaymoq bilan birga tortamiz. Yoqimli ishtaha!